Bodring qancha aka? Bodring 17 kun. Mana Qashqadaryo Qarshi Qo'qon bozori 7-aprel sanasi bilan mana bodringlar narxi 17 ming so'm bo'lib qoldi aka-ukalar. Mana narx shunday bugun. 17,5. Mana bugun 17,5 ming. Bu gallan bodring ha? Gallan bodring 17,5 ming so'm aka-ukalar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Biroq bozorchi. Aka-ukalar mana 7-aprel sanasi bilan gallan bodringlar 17 ming so'm bo'lib qoldi. 17 ming ha aka? 17. Pomidorlarsiz qancha bo'ladi? 27, 29. Bu 27 ming, bu 29 ming ha? Mana bu 29 ga 27 ming aka-ukalar. Orzu bodring aka 18 ming so'm aka mana. Buchi bu yermi? Gallan. Bu gallan. Bu qancha? 16 ming so'm. 16 ming so'm. Aka pomidorlar qancha bo'lyapti? Pomidorlar mana kattasi 27 ming so'm, mana sredlari 24 ming so'm. 24 ming so'm aka-ukalar. Ular 29 ming so'm. Qashqadaryo Qarshi Qo'qon bozori 7-aprel sanasi bilan shunday mana akamiz yo'lda kelaverasizlar, bemalol tanib qo'yinglar. Yo'lda topilaveradi. Pomidorlar qancha bo'lyapti? Zo'rmas. Aka qancha narxi? 16 ming. 16 ming. Orzu ha? Orzu gallan. Mana orzu bodring 16 ming so'm aka-ukalar. Narxi shunday bo'ldi. Aka sabz narxlari qancha? Sariqlar 3300 so'mdan. Ha, qizillarichi? Qizillari bir xira 3300 so'm aka-ukalar. Qashqadaryo Qarshi Qo'qon bozoriga shunday narxlar. Shalg'omlar qancha aka? 3300 so'mdan mana aka-ukalar. Sabzilar ham shunday ha? Bir xil. Hammasi narxi bir xil aka. Qo'qon bozoriga kelib bosib tashlashgan akalar. Optim aka izi bor ha buni ham. Izi bor ha buni. Topilaveradi ha. Kelaverasizlar. Oshpaz akalarimiz kerak bo'lsa, Qo'qon bozori. Yangi kartoshka nechi pul dedingiz? 17 ming. 17 ming so'm aka-ukalar. Qashqadaryo Qarshi Qo'qon bozoriga kelaverasizlar. Sabzilar ham topiladi. Sabzilar qanchada? 4 ming, 4 ming, 3,5 ming. Yangi shalg'omchi? Yangi piyozlar ham bor. Kartoshka yangi piyoz. Yangi piyozlar qanchada? Yangi piyozlar 3 kilo 10 ming, 2,5 kilo. 2,5 ming so'mdan aka-ukalar mana aka. Kartoshkalar ham bor. Qizillar qancha kartoshka? 7,5 ming. 7,5 ming so'mdan aka-ukalar kelaverasizlar. Qashqadaryo Qarshi Qo'qon bozori. Optim Sherzak akamizni oldiga kelganmiz. Mana piyoz optim joyida. Sherzak aka qancha bo'lyapti? 1000 so'm ha, somsali. Katta katta mana. Mushta keladi. Somsalar 1000 so'mdan aka-ukalar kelaverasizlar mana. Qashqadaryo Qarshi Qo'qon bozori. Bular qanchadan? 8 so'mdan ha. Aka-ukalar bemalol mana kelib olib ketaverasizlar. Piyoz 8 so'm. Bugungi 7-aprel sanasi bilan yangi piyoz narxi qancha? 2300 so'm. 2300 so'm aka-ukalar mana. Savdogar akalarimiz bo'lishimiz bilan 2600 so'm. bu kattaroq ha bu. 2600 so'm ekan bu narxi. Savdogar akalarimiz olib borishi mumkin, uzoq joylarga xarajat qilib olib boradi, boshqa narsa qilib olib boradi. Sal uzun choy pulini qo'yib solishi mumkin-da. Yer qo'rg'onga kelsanglar, mana optim narxga olib ketaverasizlar. 2300 ga 2600. Mana uni so'maylar akalar. Iltimos mana uni so'maylar. Dehqon akalar. Dehqon akalar so'maylar mana uni. Mayda narsalar. Mana buni so'maylar iltimos sizlardan. Bo'ldi mana aka. So'maylar akalar.